Assalomu alaykum vatandoshlar, assalomu alaykum o'quvchilar. Makler OTB YouTube kanali muxlislari, mehmonlari, ekrandan uzoqlashmay turinglar. Hozir chiqarayotgan noturar binomiz sotuvga chiqaryapmiz. Reklama sifatida kelib turibmiz. Kunning kech bo'lishiga qaramay, Ramazon oylari nasib bo'lsa hammaga sog'lik, sihatli tilagan holda lokatsiyamizni tushuntiraman. Termiz shahar eski yubileyni, hozirgi Korzinka ro'parasida Hamkor bank orqa eshigini orqasida bo'lib turib domla orasiga umumiy maydon 3 sotuk bo'lgan noturar binomiz sotuvga chiqaryapmiz inshaalloh. Narxini boshdan aytib o'taman. Narxi 900 million so'm deb baholandi. Naqdiga, ikkilamchiga farqi yo'q, variant barter yo'q. Egalarning nomeri bilan albatta e'lon qilamiz. Hozir qaranglar, mana bu yerda bitta demak bir kishi bu yerda repetitorlik qilyapti. Ikkinchisi esa mana ona va bolalar sog'lomlashtirish maskani. Undan so'ng esa ofis va sanuzellar bor. Oxirigacha cho'zilgan. Hamma dokumentlar joyiga, ikkilamchi qilib olsanglar ham bo'ladi. Ulgurib qolinglar. Lokatsiya zo'r joy. Mana hozir shu turishiga oyiga 10 million so'm, 9,5-10 million so'm arenda to'lashyapti. Ulgurib qolinglar. Xohlagan kishi xohlasa shularni qoldiradi, bo'lmasa o'zini xohlagan biznesini, tadbirkorligini yuritishi mumkin. Ertaga buzilsa ham, lekin buzilmaydi holi bu yon. Buzilsa ham normal summa to'lashadi albatta. Dokumentlar joyida deyishdi. Bog'lanish uchun nomer aytamiz va yana buni bu pastlarda ham chiqadi. 94 kodi bilan 510 4910. 93 kodi bilan 638 99 91. Aloqaga chiqinglar. Shu Makler OTB YouTube kanalida oldim desalar, inshaalloh yana ham chegirib, qo'ldan kelgancha chegirmalar qilib berishadi albatta. Demak, kimda shunaqangi reklama xizmati kerak bo'lsa, bizga bog'laninglar. 99 kodi bilan 676 0517. Telegram, imo bemalol gaplashamiz. Chegirma bo'lyapti Makler OTB YouTube kanalida. Avval $50 reklama qilganimiz, hozir esa $25 reklama qilyapmiz. Yana bir takrorlab o'taman, bu 3 sotuk noturar binomiz 900 million so'm deb belgilandi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldirasiz. Salomat bo'linglar. Keyingi roliklarda ko'rishguncha.